hali turmushga chiqmagan. Natijada erkak kishi bo'lib chiqdi. 1 yilcha oldin qabulimga bitta ayol kishi kelgan. Tuzilish ayol kishi Face'dagi shikoyatlari kam-kamdan tez siyish, siyganda qolib ketganlik, siyganda achish belgilari bilan birinchi navbatda ultratovush tekshiruvidan o'tkazdik. Keyin CD analiz topshirdi. CDda shamollash belgilari bor. Leykositlar juda baland edi. UZIda doktorimiz yozib beryapti. Заключениясida prostatani, ayol kishi familiya, ayol kishi ismi, ultratovushga telefon qildimda, adashmadingmi, prostata yozib olibsan deb hazil qildik. Ozgina shu UZIda o'tirgan vrach aytayapti, "Yo'q, men prostataga o'xshagan soyani ko'rdim, uni tekshirish kerak" dedi. Bemorni MRT tekshirishga yubordik. Ertasi kuni MRT tekshirishdan kelgandan keyin bemorda prostata deb yozib beryapti MRTda ham. Mendan optniroq ustozimiz bor edi, o'sha yerlarga ko'rsatsam, transrektalni ko'ramiz dedi, ya'ni barmoq bilan prostatani ko'rish. Ayol kishiga taklif qildik, uydagilari hayron. Bemor yoshi o'zi 27 yoshda edi, hali turmushga chiqmagan. Natijada erkak kishi bo'lib chiqdi. Qo'lda palpatsiya qilinganda klassik o'sha erkaklarni ko'rgan urologlar tushunadi, prostata belgilari. Nima bo'lgan o'zi? Birinchidan bu yoshlikda ginekologlarni, neonatologlarni aybi bo'lgan. Bemorda gipospadiya bilan tug'ilgan. Gipospadiya degani o'sha siyadigan kanalni o'zini joyidan pastda joylashishi, shunaqa joylashganki, ochib tashqi jinsiy a'zolarni ko'rishga o'tdik endi. Moyaklar qayrilgan, ya'ni qinga o'xshab, qinni labga o'xshab moyaklar qayrilgan. Moyak xaltasi. Moyak o'zi kriptarxizm, ya'ni o'zini joyidan tepada. Terini hisobidan uretra, ya'ni kanal asbob polni yopilgan va siyadigan kanal eng pastda o'zini joyidan pastroqda joylashgan, mashonchniy forma gipospadiya deydi buni, ya'ni moyaklarning orasida joylashgan. Genetik tahlillar qildik, erkakligi tasdiqlandi. Bemorga ikkita etapda uretrani tiklash, ya'ni siyadigan kanalni tiklash amaliyotini o'tkazdik. Eng achinarlisi bu uydagilari o'sha bemorni 27 yildan beri ayol kishi deb yurgan. Endi hozir nima qilishini bilmaydi. Chunki turmushga beraman degan, sovchi tutishadi, face ham, xarakter ham polniy ayoldagi o'zgarib ketgan. Ko'kragiga bormi desak, sun'iy taqib ko'kragini qo'yib yuradigan, polniy o'zini ayol hisoblaydigan erkakda endi bunaqalar. Ota-onalarga tavsiya, tug'ilgandan keyin albatta yaxshi neonatolog, yaxshi ginekolog ko'rish kerak bo'ladi. Bolalarni kerak bo'lsa detskiy urologlar ham ko'rish kerak. Chunki bunaqa tug'ma nuqsonlar juda ham oxirgi paytlarda ko'payib ketyapti. Endi bu eng dahshatli tug'ma nuqsonda, bu tug'ma nuqson mayli, vrachebniy ошибка deydi. O'sha paytdagi vrachlarning xatosi bilan 27 yil davomida o'zini ayol hisoblab kelgan. Shuning uchun albatta urologga, vrachlarga murojaat qilinglar.